Ertalab bo'ldi. Brat, qalisan yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi bo'ladi dedim. Cho'ta ko'chada nito. Pistolet olish kerak. Mashina turibdi. Bu nima bo'ldi? Bu ham yuribdi. Yarim odamlar o'lgan. Stop. Bu negadir ham g'alati. Odam o'lgan. Assalomu alaykum, brat. Bularni olib ketmaysizmi? Qarang, tosh ichiga kirib qolgan. Ustiga tosh kirib ketgan. Bular qatdan bo'ldi. Bu ham tosh ustiga tushib ketgan. Buni ustiga tosh tushib ketdi degan ekan. Qutqarmaysizlarmi? Siz bilan gaplashishim kerak. Brat, menga qarang. Bularni qutqarmaysizlarmi? Yo'q, biz bularni hozircha biz nima qilishimiz kerak edi? Rasmga olishimiz kerak va politsiyaga murojaat qilishimiz kerak. Ular nimadir qilib va ular negadir qattiqdir. Короче, vertolyotga tushayotgan bo'lgan va ular bitta odam jang boshlagan va bir-birining tashni bo'lishgan. Ular osmondan tashlashib va shunaqa bo'lgan. Keyin u vertolyotda uchayotgan odamni ham itarib yuborishgan va vertolyotdagi odamlar tushgan. Короче, bu yerda vertolyot tushib ketgan. Shunaqa bo'lganmi? Lekin yomon kelgansizda. Nima deysan? Nima? Yo'qlaring brat, chiqmaysiz. Yomon bo'lgan ekan. Maymun. Nimaga bu men tepamni turtdi, qo'lida nima? Pistoletmi? Birodarlar, bo'ldi, chiqa qolinglar. Men kim aytib beradi? Assalomu alaykum. Bu yerda qanaqa qilib nima bo'lgan? Va alaykum assalom. Bu yerda hozircha hech kim bilmaydi. Nima bo'lganini bilmaydi. Men hozircha anaqadan kelyapman-ku. Amerikadan kelyapman va bu yerda qarasam mana shunaqa narsalar bo'lib yotibdi. Bu nima ahvol? Mana ham uyim cho'ta tepada bo'lib qopti. Chunki sizni uyingiz pastda bo'lgan edi, o'sha paytda yerda ularni yoldirib tashlab va o'zimiz yangi qurib qo'ydik. Tepadagi odam u kim u? Sizning qo'rqchingiz. Xo'p, rahmat. Arzamaydi. Yomon oldu. Hech kim bilmas ekan. Shuncha odamlar turibdi, qarab. Mayli, hozircha
Antika odamlar bilsa kerak. Ha, shunaqa bo'lgan ekan. Qani bratdan so'rash kerak. Assalomu alaykum brat. Va alaykum. Botga nima bo'lganini bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Bilmaysiz, nimaga bilmayman demaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum. Botda nima bo'lganini aytib bera olasizmi? Anita uyim oldida. Ha, men bilaman. Sendan 100 tadan oshiq odam kelgan va katta bosslar bilan va zombilar apokaliptik bo'lgan. Va ular jang boshlashgan va o'sha bossi короче hamma joyni yondirib tashlagan va o'sha odamlar o'lgan. U yerda atigi 10 ta yoki 15 ta odam bo'lgan. Shuning uchun bundan tez qochishni maslahat beraman. Yo'q, bot meni uyim, botdan men ketolmayman. Nimaga? Boshqa uyim yo'q, chunki pulim yo'q. Chunki bu oralarda hech kim sotsa anaqa nima doqsidam. Botda anaqalar yo'q. Uylar sotib olaman desam. Bo'lmasa chet elga ket. Pulim yo'q, unga yetmaydi. Mashinani sot. Nima siz o'zi o'shanda ketaman-ku. Aeroportga. Hozir bu o'rmon, qayerdan boraman men hozir? Ha, to'g'ri. Tajribada o'rmon yo'q, faqat suv. Botda yo'lchi bo'lish kerak o'zi. Faqat suv ekan-ku. Ha, to'g'ri. Sizlar qayerdan keldinglar? Vertolyotda nimadan kelishimiz mumkin? Ha. Bir xillar mashinada kelishdi. Ha. Bo'lmasa men ketdim. Ha. Hammalar yarim emas, nima qilmayman. Qalaysan? Okey. O'zing ham katta pistoletdan o'rgansan. Mashin peshaningga otaymi? Salom otmayman. O'shilgan. Normalniki. Menga ikkita berib qo'yishdi. Chunki o'zim qo'rqlash uchun uyimga borib ketsam bo'ladi. Uka, men botdan ketishim mumkin. Seni qanaqa qilib olib ketaman, ha? Sen zombimisan? Ha. O'l. Shuncha paytdan beri senga qarayotgan ekanman. Kuchukchan botdan ketishimiz kerak. Bo'lmasa yo'q, biz qolamiz. Chunki biz bu yerda yashaganmiz. Chunki botlarda boshqa uy yo'q. Bitta shodda uy bor. O'sha men uyim. Biz hozir zombilarni o'ldirishimiz kerak. O'zimizni qutqarishimiz kerak. Bunda kerak emas hamma narsa. Pechkadan ovqatni olamiz va pastlayamiz. Bo'lmasa men to'g'riga ketdim. Mashinamni olib ketmayman, benzinlik ham ozgincha olgan. Shuning uchun olib ketmayman. Becharalar o'libdi. Mana ozgincha aylanib yuraman, yana bo'lishi mumkin. Tarafga nima bo'ldi? Kim o'ldirgan? Tur. O'lgan ekan. Sizlar ana odam o'ldirdinglarmi? Ha, biz bosib ketdik. Mana bosib ketadi, hozir qoch kerak.
Men qo'rqmayman unaqa mashina. Meni ham mashinam bor-ku. Bo'tda nima bo'lgan ekan? Bo'tda xo'jayin bormi? Xo'jayinlaring bo'lmasa qayoqqadir ketishdi. Bitta ishchi olib ketishdi. Mayli. Men o'zim bilan kedimni kerak. Menga kim urdi? Pistolet bilan olib yuraman chunki kechqurun g'alatiroq bu yerdan olamiz. Shundamizmi? O'zimizmi? Ha, yaxshimi? Kuzatib turishim kerak. Yo'qotyap. Senga. Hammaga xayr do'stlar.